Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan uyda bor masalliqlardan tayyorlanadigan juda ham mazali bo'lgan pitsa tayyorlab ko'rsatib beraman. Mana kanalimga, ya'ni Mazali taomnoma kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan shunaqa mazali bo'lgan, xuddi ko'chaniki bilan bir xil chiqadigan xamirlari yupqa, sirlari esa shunaqa cho'zilib chiqadigan, juda ham mazali, sochniy bo'lgan, o'z oila a'zolaringiz hamda bolajonlaringiz uchun mo'ljallangan juda ham mazali pitsani tayyorlashni ko'rsatib beraman. Bismillah deb idishga yarim stakan suv solishdan boshlaymiz. Yarim stakan suvimiz iliq holatda bo'lishi kerak. 40 gradus, 45 graduslar atrofida bo'ladi va bunga 1 choy qoshiq shakar solib olamiz. Va yana 1 choy qoshiq tuz solib olamiz. Endi esa 1 choy qoshiq dro'jji solib olamiz. Ko'rib turganingizdek, hamma masalliqlarimizni 1 choy qoshiqdan to'g'ri kelyapti va ularni yaxshilab aralashtirib olamiz. Yarim stakan suvga 1 choy qoshiqdan masalliqlarimiz ketadi. Yaxshilab aralashtirib olamiz va oz-ozdan un sepib, yumshoqqina xamir qorib olamiz. Ko'rib turganingizdek, ular обязательно, ya'ni elelanishi kerak. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib, unlarni solib aralashtirib olamiz. Menda ushbu massa uchun 3 piyola un ketdi, ya'ni 3 stakan un ishlatdim. Yaxshilab xamir qorib olamiz. Yumshoqqina xamir bo'lishi kerak. Qo'limizga yopishmas bo'lishi kerak, yumshoqqina. Endi esa ustini o'rab olib qo'yamiz. Mastrich bilan o'rab qo'ydim. Xuddi shunaqa videoda ko'rsatilgandek qilib, biroz sindirishga, ya'ni xamirimizni oshib olgungacha olib qo'yamiz. Xona temperaturasida, ya'ni muzday bo'lmagan xona temperaturasida oshirib olamiz xamirimizni. 1 soatdan so'ng esa xamirimiz shunaqa ko'p bo'lib oshib chiqadi, ya'ni 2 baravar, 3 baravarga shunaqa oshib chiqadi. Endi esa shunaqa dumaloq listga o'zingizlarning xohishingizga ko'ra shaklni tanlasanglar bo'ladi. Men shunaqa slivichniy maslo orqali pandasimni yog'lab chiqib oldim. Bu yopishib qolmasligi uchun kerak bo'ladi. Shunaqa hamma yog'iga bir sidirib surganimizdan so'ng xamirimizni olib olamiz. Shunaqa ishib chiqqan bo'ladi, yumshoqqina xamir bo'ladi. Qo'limizga yopishmaydigan, xamir idishdan ko'chirib olgan holatda. Endi listimizga men qo'lim bilan yoyib chiqdim. Xohlasangiz birinchi javob bilan yoyib olib turib, keyin tavaga qo'ysangiz ham bo'ladi, ya'ni listimizga qo'yib olsangiz ham bo'ladi. Shunaqa hamma yog'ini bir tekisda qilib listimizga yoyib chiqib olamiz. Chetki tomonlarini esa shunaqa chiqarib chiqamiz. Xuddi ko'chada sotilinadigan pepperoni pitsalariga o'xshab chiroyli bo'lib chiqishi uchun xuddi shunaqa qilib chiqazib chiqiladi. Pishganda juda ham chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi. Endi pitsamizning eng mazali joyiga navbatimiz keldi. Bu pitsamizga suriladigan sousimiz hisoblanadi. Bu sousdan men doimiy tarzda foydalanaman va bu sous retsepti sizlarni aniq hayron qoldiradi. Sous retseptini esa описаниеda yozib qoldiraman. Albatta o'qib hayron qolasiz va o'zingizning izohlaringizni kommentariyada yozib qoldiring shu sousga bo'lgan. Sousni pishirib olamiz, surib 15 daqiqa pechda pishirib olamiz. Xuddi shunaqa charm yala pishgan holatda pechdan olib olamiz. Shunaqa issiqqinali holatida keyin biz bu yerda rozmetov kolbasalaridan foydalandim. Men kopchonli kolbasalaridan
shunaqa ingichka qilib to'rab olamiz. Videoda ko'rsatilgandek qilib, xohishga ko'ra qalin to'rasangiz ham bo'ladi, lekin xamirimizni yupqa bo'lganligi hisobiga kobasalarimizni ham yupqa qilib to'rab olganimiz chiroyliroq ko'rinadi pitsamizda. Hammasini taxlab olamiz. Pitsamizga men mozzarella sirlaridan foydalandim. Ushbu sirlarimiz pitsamizga juda ham zo'r ta'm bag'ishlaydi va videoda ko'rsatilgandek cho'ziluvchan bo'lib chiqishiga yordam beradi. Ustiga qarg'ish orqali qirib chiqamiz sirlarimizni. Bir tekisda bo'lib tushishi kerak bo'ladi pitsamizning ustiga va iloji boricha tezroq masalliqlarni qo'yish kerak bo'ladi, chunki pitsamiz issiq holatda olindi. Issiq holatidan sovib qolishi kerak emas va yana biz 10 daqiqaga pechga jo'natishimiz kerak. Ushbu pitsamizni shunda sizga 25 daqiqada pitsamiz tayyor bo'ladi. Mana pitsamiz tayyor bo'ldi. 10 daqiqada pechga chiqib keldi. Juda ham mazali, sochniy pitsamiz tayyor bo'ldi. Juda ham oson va juda ham hamyonbop retsept asosida bemalol tayyorlab ko'rib, yaqinlaringizni xursand qilishingiz mumkin. Kesib ko'rgandagi holatini ham ko'rsataman. Sirlari cho'zilib chiqadi. Xamirlari ham ingichka xuddi ko'chadagi pitsaga o'xshaydi va mazasi undan ham zo'r bo'ladi. Ishonavering, albatta tayyorlab bering oila a'zolaringiz uchun. Ushbu videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta meni sahifamga obuna bo'lib qo'ying va ushbu retseptni yaqin dugonalaringizga, opa-singillaringizga ham ulashib qo'yishni unutmang. Ular ham albatta tayyorlab berib ko'rishsin o'z yaqinligiga. Xuddi shunday retsept bo'yicha. Ushbu retsept sizga yoqqan bo'lsa, sizdan albatta like kutib qolaman hamda meni sahifamga albatta obuna bo'lib qo'ying.